Hammasini oddiy hikoya bilan boshlaymiz. Jenni va uning onasi Yangi Zelandiyaga dam olish uchun kelishadi. O'shanda Jenni atigi 8 yoshda edi. Ortga qaytish payti kelganda onasi Jennidan so'radi: "Shu yerda qolishni istaysanmi?" Bizning asosiy qahramon Jenni bunga ha degan javobni beradi va shu bilan uning hayoti bir umrga o'zgaradi. Jenni Janubiy Koreyada poytaxt yaqinida 1996-yil 16-yanvarda dunyoga keladi. Onasi SJA&M direktori va aksiyadori. Otasini esa o'z shifoxonasi, bolnitsasi bor. Otasi haqida internetda ma'lumotlar deyarli yo'q va Jenni u haqida gapirmaydi. Asosan onasi bilan katta bo'lgan yagona farzand. Ota-onasi ismi sir tutiladi. 9 yoshida yolg'iz o'zi Yangi Zelandiyaga ko'chib keladi, host oilada yashaydi va maktabda o'qiydi. Yangi Zelandiyada insonlar inglizcha gaplashgani uchun Jenni inglizcha va koreyschani tengma-teng biladi. Jenni yoshligida balerina bo'lishni orzu qilgan. Uning onasi esa qizini advokat yoki o'qituvchi bo'lishini xohlar edi. Shuning uchun Jenni onasi uchun o'qirdi. Onasi qizini Floridadagi boshlang'ich yuristlar maktabiga o'qishga jo'natmoqchi edi. Lekin bir kuni Jenni yorildi. Onasiga qo'ng'iroq qilib, sahnaga chiqishni xohlashini aytib yig'ladi. Onasi qaror qabul qildi va uni hozir biz sahnada ko'rib turibmiz. Koreyaga qaytib 14 yoshida Jenni YG Entertainmentni eshitish ko'rgazmasida Rihannani Take a Bow qo'shig'i bilan chiqadi va shunday qilib treningga aylanadi. Jennini nomer 1 kumirim Rihanna, meni erishmoqchi bo'lgan hamma narsa unda bor degan gaplari intervyularda keltirilgan. Uning ingliz tilida bemalol kuylashi va gaplasha olishi qolganlardan ustunlik qilar edi. Jennini o'zini aytishi bo'yicha birinchi eshitilishida zo'rg'a "Annyeonghaseyo" deya olgan va u juda uyalchang bo'lgan. Rep aytish haqida o'ylab ham ko'rmagan, lekin keyinchalik u asosiy rapper bo'ladi. Debut paytida 12 aprel kuni 2012-yil YG Official YouTube kanaliga "Bu qiz kim? Who's that girl?" video blogi joylashtiriladi. Unda Jenni juda kuchli rap bilan hammani hayron qoldirgan. Keyin G-Dragon bilan qo'shiq yozgan va klipga tushgan. Black aytgancha, Jenni qora rangni yaxshi ko'radi. So'ng esa 3 yillik jimjitlik. Nimaga? Chunki YG'ni yaxshigina rejasi bor edi. Va 2016-yil Blackpink in your area. Jenni Blackpinkning birinchi a'zosi deb rasmiy e'lon qilindi. 2016-yil 1-iyun kuni. Aytgancha, Jennining sevimli raqami 1. Shu bilan musiqa top chartlarini yorituvchi va rekord qo'yuvchi Boombayya qo'shiqlari. Bu davrni biz juda yaxshi bilamiz. Menimcha siz ham yoshligingizda bir marta bo'lsa ham How You Like That raqsini ko'rib, qaytarib ko'rmoqchi bo'lgansiz. Agar menga o'xshab Z avlod bo'lsangiz. Aktrisa? Ha. 2023-yil Jenni HBO'dagi The Idol serialida aktrisa sifatida debyut qiladi, The Weeknd bilan birga. Serial shov-shuvlarga sabab bo'ladi, lekin Jennining sahnalari internetda virusga aylanadi. O'zini mashinasi, ko'zoynak brendi va mobil o'yini. Porsche bilan hamkorlik. Ular Jenni Ruby Jane Edition nomli maxsus mashina ishlab chiqarishdi, aynan yagona Jenni uchun. Gentle Monster bilan shaxsiy ko'zoynaklar kolleksiyasi va hatto uning sharafiga mobil o'yin Gentle Garden. Ayol emas, balki butun olam. Xayriya va katta qalb. 2017-yildan beri u hayvonlarni himoya qilish aksiyalarida qatnashib keladi. Protect Our Family kompaniyasida ham ishtirok etgan. 2024-yilda u 100 million won, taxminan $74,000 xayriya qilib, maktab qurilishiga yordam qiladi. Ilhom baxsh etadi, to'g'rimi? Va bular hammasi emas. Unga ishonadigan brendlar stilini ikonasi. Chanel, Calvin Klein, Hera, Samsung, Soju. Brendlar unga faqat to'lov qilmaydi. U kelganida ular o'z imijlarini o'zgartirishadi. Icebet kompaniyasi Jenni reklama qilganda aksiyalari 28% ga ko'tarildi. Faqat Idol emas, balki brendning o'zi. Instagramdagi eng ommalashgan koreyalik qiz, 85 milliondan ortiq obunachi. You and Me qo'shig'i Billboard Global Excel US chartida birinchi o'ringa chiqqan birinchi trek. Bilasizmi, Jennida hayratlanarli tarzda bir necha narsa birlashgan. Muloyimlik va kuch, kamtarlik va qudratli imij. Vizual ikona va haqiqiy inson qalbi. Shuning uchun agar kimdir u faqat idol desa, ularga shu misolni ko'rsating.